Rahmatulloh. Bugun ham Xudo xolasa inshaalloh 9-mart ikkita iftorimiz bor ekan inshaalloh. Xudo xolasa yo'lga chiqdik. Mana endi tezliklar Xudo xolasa. Katta holda endi birinchi iftordan chiqib, endi ikkinchi iftorga yana Xudo xolasa. Odamzod harakat qilsa, Xudo xolasa, va'da qilsa, va'dadan ustidan chiqsa bo'ladi. Ikkoviga ham harakat qilsa bo'ladi, Xudo xolasa. Ikkinchi iftor keldi, Xudo xolasa. Assalomu alaykum. O'tirilyapti. Chippo, ora chippo.